Ey qirg'ida pastidagilar, sizlar hali yoshsizlar. Falon chojakaga boy bo'lgan yana bir 25 yil vaqt bor sizlarga. Shoshilmanglar. Tez kelgan boylikdan qo'rq. Birdaniga uy oldi, birdaniga 4 ta uy oldi, birdaniga 10 ta mashina, birdaniga tilla ko'mib tashadi uydagilarni. Unaqa bo'lmaydi-da, jon akalar. Yo bu dedi ekishizga siraz 700 ta pishadimi? Ha? Chachasiz biri chiqadi, biri chiqmaydi. Sabr qilinadi, nimaga shoshilasizlar? Qachon qarz olish mumkin? Qachon shariat qarz olishingizga ruxsat beradi, qarz olishlik joiz deydi. Islom dini qarz olishni faqatgina zaruriy holatlarda deydi, olish deydi joizligini. Va faqat juda ehtiyotkorlik bilan yondashlikka targ'ib qiladi. O'zi umuman dinimiz birodarlar mo'min odamni qanoatga, sabrga, kuniga rozilikka chaqiradi-da, nafsiga ergashib ketishlikdan qaytaradi. Eshitib qolamiz, falonchining hunari zo'ri birovga o'rgatmaydi deydi. Ha desa, konkurent bo'lib qoladi. Yana bitta shu ishni biladigan odam bo'lib qolsa deydi, men rizqing unaqa emas. Musulmon odamning e'tiqodida seni rizqingga hech kim konkurent bo'lmaydi. Yana qaytarib aytamiz, odamlarga dunyo ishlarida foyda qiladigan biror ilmni yoki kasbni o'rgatmasdan berib ketayotgan odam so'ralganda, qiyomat kunida o'tli yugan bilan yugalanadi. Mayli agar juda ham bir qizg'anchiq bo'lsa, o'rgatsin, men tirikligimda qilmaysan bu hunarni deb qo'ysin. Ja agar go'rga olib ketib qolmasin o'zi bilan shu ilmda, shu hunar